Tasvir mashg'ulot Zafarobod 10-maktab. Men aytay, olmaytiradi. Demak, 9-B sinf o'quvchilarini dars tugagandan keyin qo'shimcha mashg'ulot sifatida kuniga 2 soatdan o'qitilib, 6 oy davomida biologiya fanidan A+ darajadagi sertifikatlar olib berish rejalashtirildi. Bugungi mavzu egasiga aylantiriladi. Mana shu yerda ana aytishim A+ yoki B+ deganimiz o'sha ko'zlagan Ko'zlagan bo'lishi kerak. Siz B2ni o'zlaysizmi, A2nimi o'shani? Bu bolani nimasiga qarab? Bunga qarab bir xil olmaysiz. Masalan 50% A bo'lsa 50% yozib mashqlab olishimiz kerak. O'zi maqsad doim yozilishi kerak. Yozilmagan maqsad tilakdir. Bu oddiy tilak bo'lib qoladi. Unchalik kuchi bo'lmas ekan. Ayollar ham aytilgan, maqsad qachon degan savol tug'ilishi mumkin biz bolaga. Ba'zida biz o'qituvchilar o'zimiz maqsad qo'yib balki o'rganmaganmiz. Lekin bolaligidan maqsad qo'yib o'rgansa, bolalar, o'quvchilar, ularda keyin maqsadga yetish, ko'proq natijaga erishish